Men ruxsat bermasam-chi? Ruxsat bering. Men ruxsatsiz qo'ysangiz sudga beraman, bilasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Jintra sizdami? Ha, demak, Jintra yaxshi mashina emas, bilasizmi? kim aytdi? Kim aytdi mas? Ana aytibdi. Nimadan kelib chiqib o'tasiz? Gentra yaxshi mashina emas. Sizga yarashmaydi-da. Gentra zo'r mashina, bitta aybi bor lekin. Nima? Sizda yo'liga. Ya, men qo'ylarim bor, Jintra nima kerak? Ha. Qo'yingiz vaqt beradi. Ha, Jintra nechta? 20 ta qo'ydim pulga nima qilmaydi? Hop, nechta qo'yingiz bor? 5000 ta qo'yim bor. Soting mashina oling normal. 3000 ta siyrim ham bor. Oling mashinani 5 kun beribsiz. Ya, prosta sizga yarashmayotgan deb aytmoqchi edim-da, haqiqatda. Nima yarashadi menga? Sizga Cobalt yarashadi. Cobalt menga yoqmaydi. Nima jaga? Gentra? Ha, mayli. Ana mazatda telefon qilsam bo'ladimi? Kimga? Telefon kimga? Ana o'qa qilishim kerak, sayrammamga qilishim kerak-da. Kimga? Sayrammamga. Sayyoramizga? Ha. Nomeringiz sizdami sayyorangiz? Ha, esimda. Cho'qotmayapsizmi? Yo'q. O'sha telefon qo'ying. Sayrammamga. So'q qotsam telefon qilmaysizmi? Ya shashayotgan bo'lsangiz qilmayman-da agar. Shoshmanman. Mayli, bir gaplashib olayim, bari men qilishim kerak-da. Telefoningiz qani o'zingizda? Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Anaga berib ko'rdim, ustaga. Zaryadkasi yo'qligi uchun ustaga berdingiz, usta sizga zaryadkasini to'ldirib qaytarib beradi. Yo'q. Ichiga chorshanbaga to'g'ri kelmayapti-yu. Ichiga ko'p pul tushib ketganda karta oldim. Men telefon qiling. Shu pulni chechib olish kerak. Aytib ketasiz. iPhone emas, iPhone. iPhone nechisi bu? Bo'ling, telefon qo'ying. Siz Isan qizi emasmi? Kimman? Isa Zilchining qizi emasmi siz? Zilchi? Zilchi. Ana buğday arpa tashiydigan zilchi bor-da, Isa Zilchi degan. Ha, buğday arpa tashib menga pul yig'ib berganlar-da, keyin menga mashina berishgan. Bo'ling, telefon qilsangiz qo'ying, mashinaman. Oyog'imda girjam bor, shunga nima qo'ysam bo'ladi? bo'ladi? Oyog'da girja bo'ladimi? Ha, men meniki oyog'imda. Miyangizda bo'lsa kerak girja. Miyangizda ozgina ishingiz borga o'xshayapti. Kibrmi sizdan-da dersiz gapirasiz. Kibrman, telefon qo'ying, bo'ling. Meni xafa qilyapsiz-ku. Qo'yingiz menga nima farqi bor? Xafa bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi? Bo'ling. Shoshmayman men. Sayrammamning nomberi 26-25 da oxiri chiqmayapsiz-da. Men sayyorangiz bilan har kuni kechasi telefonda xabarlashib turaman-da, terib ko'ring chiqarmagan. 26-25 chiqmayapti-da. Osmonda jirayotgan qizoqansa. Menga turmushga chiqasizmi? Nima qilaman? Bola qolib yuraman sizni. Bo'yingizni qarang. Bo'y muhim emas. Men bo'yimni ko'ryapsizmi? Men 1.90-1.95 lik bolalarga mosman. Hozir mendan pastku. Voy, tepaga chiqib qolgansiz. Bo'yingizni qarang. Nima qilaman? Hali tug'ilmagan bolamdan ham balandroq ekan bo'yingiz. Ha, unday. Bo'ling. Ya necha yilsiz? Ko'p savol beryapsiz. Telefonimni bering. Ha, mayli, otingiz kim? Mana otingiz kim? Siz otingiz Birgina otingiz kim? Pasportingizda nima deb yozilgan? Nayzangul. Nayzangul? Ha. Nayzangul. Jomon chiroyli otingiz lekin. Telefonni ber bu yoqqa. Ko'p gapirasan. Ha, bu prank edi. Bu prank edi, anibdi, kamera turibdi. Voy xudo, o'zi biluvdim. Masjidga keldinglar deb borib prank qilib. Hop, nima maqsad endi bu video olishdan? Instagram qo'yamiz. Men ruxsat bermasam-chi? Ruxsat bering. Men ruxsatsiz qo'ysangiz sudga beraman, bilasizmi? Shuncha rozi bo'ling. Nech pul berasiz? Men videoga tushib berishim qimmat. Bitta qo'chqarib beraman. Nima qilaman qo'chqaringizni? Sotib pulni olasiz. Yoki chakka beraman 10 kilo. Mayli qo'ying.